Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarga ta'siri. Bu zamonaviy jamiyatda juda muhim va dolzarb masaladir. Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarga ijobiy ta'sirlari. Ma'lumot va bilim manbai sifatida yoshlar internet orqali turli fanlar, texnologiyalar, tillar va dunyo yangiliklari haqida ma'lumot olish imkoniga ega. YouTube, Coursera, Khan Academy kabi platformalar orqali zamonaviy bilimlarni mustaqil o'rganish imkoni bor. Muloqot va tajriba almashish imkoni sifatida. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarga dunyo bo'ylab tengdoshlari bilan fikr almashish, tajriba orttirish, do'st topish imkonini beradi. Ijodiy salohiyatni rivojlantirish maqsadida TikTok, Instagram, YouTube kabi platformalarda yoshlar o'z iqtidorlarini ovoz, san'at, sport, dizayn va hokazo yo'nalishlar bo'yicha namoyish etishlari mumkin. Bu ularning o'z-o'zini baholash va motivatsiyasini oshiradi. Biznes va freelans imkoniyatlari sifatida yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali maslahatlar sotish, xizmatlar taklif qilish yoki blogerlik orqali daromad topishlari mumkin. Endi ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarga salbiy ta'sirlari. Vaqtning zoya ketishi va qaramlik, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolish sifatida. Ko'plab yoshlar ijtimoiy tarmoqlarga ortiqcha vaqt sarflab, ta'lim va shaxsiy hayotida pasayishga duch keladi. Bu ruhiy charchoq, diqqatni jamlay olmaslik va uyqu buzilishini keltirib chiqaradi. Yolg'on ma'lumotlar va manipulyatsiya sifatida internetda tarqalgan fake yangiliklar yoshlarning dunyoqarashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa siyosiy yoki diniy mavzulardagi noto'g'ri ma'lumotlar juda xavfli hisoblanadi. Psixologik bosim va taqqoslash sindromi sifatida boshqalarning mukammal hayotini ko'rib, yoshlarda o'z hayotidan norozilik, depressiya yoki o'zini past baholash paydo bo'ladi. Shaxsiy ma'lumot xavfsizligi sifatida yoshlar ko'pincha shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish orqali firibgarlar yoki kiber tahdidlarga duch kelishi mumkin. Umuman olganda ijtimoiy tarmoqlar bu ikki qirrali qurol. Undan to'g'ri va maqsadli foydalanilsa, bilim, aloqa va imkoniyat manbai bo'ladi. Lekin nazoratsiz holda vaqt va ruhiyatni yo'qotishga olib keladi.